Assalomu alaykum kanallarimiz hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan ajoyib bir xonadonimiz bo'ladi. Arzon narxda qarab yurgan vatandoshlarimiz bo'lsa, shunday hali joylarni bemalol telefon qilaverasizlar. Ajoyib masala qurilgan yana. Ko'rib turganingiz 170 kvadrat metr bo'lgan xonadonlarimiz. Avval bu ishni yonboshdagisini chiqarib berdik, u sotildi. Hurmatli vatandoshlarimiz, endi bu ikkinchisini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda ikkisi qoldi, bu 6 joyimizdan bir ikki donasi qoldi. Xolasangiz korobka, xolasangiz podключ olishlaringiz mumkin. Hurmatli vatandoshlar, ellarga ko'rib turganingiz parkovочный месtalari bor, mashinkadan stechka bo'lgan, bu yer ko'chasi mening asfalt ham qilindi. Ziliniy zonalardan boyang, archalarcha ekilgan. So'qillari kafelam bo'lgan, fasadlari travitilla qilingan, zamonaviy uslubda qurilgan, podключ holatda, narxi ham zo'r. Narxini videoni oxirida aytib o'tamiz, hurmatli vatandoshlar. Videomizni to'liq ko'rib borishlaringizni so'raymiz. Alifalar ham qilingan, tarnovlar ham o'rnatilgan. Terma eshiklar ham qo'yilgan, hurmatli vatandoshlar. Aynalar ajoyib zamonaviy uslubdagi eshiklardan. Ziloniy zonalar archalar ekilgan. Hurmatli obunachilar, obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Biz esa sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz ich qismini. Bismillah deb giramiz. Hurmatli obunachilar, bu yerda suv, svet, gazdan muammosi yo'q. Vodoprovod ham bor. Orientini aytib o'tadigan bo'lsak, Tandirchida, hurmatli vatandoshlar, Farg'ona to'yxonasi arka tarafida 1 qavatli 170 kvadrat metrli bo'lgan xonadonlarimiz. 6 joydan ikkisi qoldi. Bu yerda yana girgandan dalonimiz, eni 3.10, uzinasi 7 metr razmerda. Tepli pol qilingan oyoq teglarimiz. Hurmatli vatandoshlar, shu bu tarafimiz dalonimiz, sanuzelimiz, oshxonamiz tepli pol bo'lgan. Divorlar oboydan, yarki ajoyib oboylardan foydalangan, yaxshi oboylardan tezor duradigan yerlarimizda rozetka joylari bor. O'ng tarafimizda bu yerda rakovinalar qo'yilgan, kafellar ham qilingan. Rakovina ham akkuratni ajoyib variantini qo'yibdilar. Bu yerda nasoz ham bor suv. Napori yaxshi bo'lish uchun. Bu yerda vodoprovod bor, hurmatli obunachilar. Vodoprovoddan muammosi yo'q. Svet ham gap turibdi. Gazdan ham muammosi yo'q. Bu yerimiz zal joyimiz bo'ladi. Zalimiz polni remontdan chiqib turibdi. Bu yerimiz ham eshiklari high-tech uslubdagi eshiklardan hammasi zamoqlar ham yaxshisidan qo'yganlar. Yine perdeler ham osilgan. Ajoyib, zo'r, tayyor, arzon narxdagi xonadon. Zalimiz eni 3.10, uzinasi 5.5 razmerlarda bor. Oyoq teglar laminat pol qilingan. Registrlari bor. Aynalar ak faramlarından. Perdeler ham osilgan. Oboylar ham yaxshi oboylardan ishlatganlar. Ko'rib turganingiz yarki oboylardan. Patologlarimiz o'rtalar natijoy, chetlari gipsokardon bilan qoplangan. Rozetka joylari bor, lyustralar osilgan. Hurmatli vatandoshlar, narxi 340 million so'm. Korobka holati bor, korobka holatini galib ustida galishib olaverasizlar. Va ortaroq beriladi. Bu yerda tepli pol kollektorlari. Bu ikkinchi xonamiz, ya'ni spalnisi bo'ladi. Xolasangiz deysizki, xolasangiz kattalar uchun spalni qilib qo'yaverasizlar. Oyoq teglar laminat pol. Ko'rib turganingiz xonalarimiz registrda, bu yon tarafimizda dalonimiz, sanuzelimiz, oshxonalar, tepli pol oyoq tegdan qizadi. Birimiz razmeri eni 3.10, uzinasi 4.30 razmerda. Divorlar oboy. Oboylar ham akkuratni variantda oboylardan tanlaganlar. Lyustralar osilgan, natijolar qilingan patologlarimiz, karnizlar ham qisilgan. Aynalar koridorga qaragan ekan, plastik ramlardan o'rnatganlar. Xonadonimiz ajoyib qurilgan. Bu yerda esa sanuzeli bo'ladi. Eshiklari high-tech uslubdagi eshiklardan, oyoq teglari kafel, tepli pol, divorlar ham kafel bo'lgan, patologlar natijoy, dimoxod joylari bor, galogenlar qo'yilgan, aristollari bor, rakovina, unitaz, vanna ham qo'yilgan. Simsitillar ham yaxshisidan qo'yganlar, hurmatli obunachilar. Ajoyib etib, akkuratni etib, remontini ham zo'r etganlar. Ko'rib turganingiz. Birimiz oshxona qismimiz bo'ladi. Eni 3.10, uzinasi 4 metr razmerda tushgan. Fartiklar ham qilingan. Ko'rib turganingiz. Fartiklar ajratib turish uchun qora svetlardan urganlar. Bu yerda esa kanalizatsiya, suv, so'q suv to'sichalari bor. Suv uchun ko'rib turganingiz, bu yerda vannada ariston qo'yganlar. Ko'rsatib o'tganingiz. Bu yerda yana zamonaviy duh konditsionerli отопление qo'yilgan. Stabilizatorlari bor, reduktorlar qo'yilgan, gaz to'sichalari kelgan. Bu yerda yana rozetkalar ham bor. Hurmatli vatandoshlar, chiroyli qilib yana perdelar ham osganlar. Joyimiz 100% tayyor. Doğru girib yashaydigan, hech bir ish qilaman demaysizlar. Ko'chasi ham asfalt bo'lgan. Bilasizlar, hech bir yerda ko'chasini asfalt qilib bermaydilar. Bir dosh tashlab berishlari mumkin.
Hem baxasam arzon narxda. Bağam ilə katta qalğan bağını uborka qilib beradilar. Zilonli zonası katta, hurmatli obunachilar. Meni bir uborka qilib tayyorlatib, qo'lga topshiradilar kilitini. Narx ham arzon 340 million so'm. Ishlar ham yaxshi, ishlardan qo'yganlar. Her bir narsasini e'tibor qilib borishlaringizni so'raymiz, hurmatli vatandoshlar. Joyimiz 100% tayyor bo'lib turibdi. Doğru gelip yaşayıvereceğim. Birimiz yine spalni kısmımız oladı. Eni 3'ü 10, uzinası 4 metre razmiyede düşken. Aynalar plastik ramlarına katta panoramli aynalar koyulgan, registrleri bağ. Perdeler asılgan, patologlarımız natijoy bulgan. Lüstralarım asıp koydular, çıraylı kılıp. Hürmetli vatandaşlar, xonadonimizni lokatsiyasini aytib o'tadigan bo'lsak, eslatib, Tandırçıda Faravan To'yxona arka tarafında bir qavatlı 170 kvadratmetr bo'lgan, patkulich holatda Yevro remontdan chiqqan chiroyli xonadonimiz bilan birgalikda ko'rib danishib o'tdik. Arka tarafında bog' ham bor, zilonli zonalar ham katta qolgan. Tayyor xonadonimiz oyoq teglari tepli pol qilingan. Ko'rib turganingizdek, xonalar registrida qizadi. Ajoyib bir xonadonimiz bilan danishib o'tdik. Narxi 340 million so'm aytilib turibdi. Ustida galish oladigan yeri bor. Hech narsadan muammosi yo'q. Gaz, svet, suvlardan. Vodoprovodlar ham gap turibdi. Ko'chalari asfalt bo'lgan, travertinlar qilingan. Sizlar shunday xonadonni e'tiborlaringizga havola qildik yana. Kanallarımıza abone bo'lmaganlar bo'lsa, abone bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yish esdan chiqmasangizlar. Hammaga sog'lik, omonlik tilimiz. Keyingi roliklarda görüşguncha xayrlab qolamiz.